Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati instituti shundoqqina telekanalimiz yonida joylashgan. Har gal mana shu institut oldidan o'tganimda bu yerda o'qiyotgan o'sha iste'dodli yigit-qizlarni ko'rib juda ham xursand bo'lardim. Demak, milliy musiqa san'atimizning, maqom san'atimizning kelajagi ishonchli qo'llarda. Biz ular bilan faxrlanamiz. Bugun ham stimul loyihasining navbatdagi sonini tasvirga olish uchun aynan mana shu institutga tashrif buyurgandik. Qarangki, to'yga to'yana deganlardek, bugun O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti, maqom ustasi, ustoz, san'atkor Matluba Dadaboyevaning 70 yillik yubileyi nishonlanayotgan ekan. Fursatdan foydalanib ustozni chin dildan tabriklaymiz. Ijodingiz bardavom bo'lsin. Mana shunday shogirdlarni tayyorlashdan charchamang. Demak, bugun stimul loyihasida yana iqtidorlarni kashf etamiz. Hicran o'tdin jismima suzona tayatguncha hicran o'tdin. Feruzbek Rahimov aynan mana shu institutning 4-bosqichida tahsil oladi. Ustozlari uni juda ham yaxshi ko'rishadi. O'ziga xos uslubi, san'atiga ega yigitlarimizdan. To'g'risi, shu yigitning qo'shiqlarini, ashulalarini tinglab, Xorazm hofizlarining nafasini his etganday bo'ldim. Bir bakışında aldın aklımı, yüreğime yazdım adını. Sendim güzelsen, lebleri eselsen, senle kurdum sevgim kasrını. Avvalambor talabalik davrini baxtiga musharraf bo'lganimni o'zi bir baxt. Uni o'ziga bir xursandman. Allohim shuni yozgani uchun. Xudoga shukr, o'qib yuribmiz. Mana bir pasda 4-bosqich talabasi bo'lib qoldik. Yaqinda yurdik abituriyent bo'lib. Qanaqa bo'lar ekan, baribir nima bo'ladi-ku, o'qish oldi. Xudoga shukr, rahmat. Mana shu yerda ustozlar bilan birga ko'p bilim ko'nikmalarga ega bo'lib, bir pasda 4-bosqich talabasi bo'ldik. Endi qiyinchilik hammada bo'ladi. Qiyinchilik pishiradi odamni. Sen yo'q bir kun qadring bilinar, sen yo'q yurak barim tilinar. Sendan o'zga qadrim kim bilar, mendan yiroq ketmagin gulum. Vasliga zor yetmagan gulum. Bitta joyda eshitganim bor. Akademik zo'r ustoz ham o'quvchiga 30% o'rgatib bilar ekan. Bu 70%ni o'zi harakat qilmasa, faqat darsga kelib, o'rganib, keyin borib yana o'zi yurgani bo'lmaydi u. Mana shu kelib, o'rganib, zapis qilib, masalan, sharoitlar ko'p-ku. Telefon hamma qo'lida, naushnik bor, maqomlar, hamma narsa telefondan, notalar telefondan, hamma narsa zamonaviylashib ketdi, endi avvalgidek emas. Azap dur davoyimsan o'zing, ichimda büyük bir xayollarimdasan. Sana dil so'zim bor jonim. Rock eshitaman, pop eshitaman, chet el ustozlarining raga, mug'am hammasini ko'p eshitaman, o'zimga kerakini olaman. Endi bizani o'zimiz ustozlardan albatta endi Hojixon Boltayev, Kamoljon Otaniyazov, Ortiq aka Otajonovlar ustozlarimiz mana. Endi ustozlarimiz sanasi ko'p, Og'abek Sabirov, Zafarbek Qurbonboyev, Azamat Otajonov ustozlarni eshitib, o'zimizga kerak nimalarni olib, asta-sekin bilim ko'nikmalariga ega bo'lyapmiz. Qolaversa mana institutda 4 yil bo'ldi tahsil olyapman. Ustozimiz Komilaxon Bo'rieva ustozimga ming rahmat aytaman. Mana 4 yilki menga shu chiroyli bilim ko'nikmalariga ega bo'lishimga sababchi inson. Lekin hech qachon chiqmanas yodimdan so'zsiz qarashlaring, pinhon izlashlaring, pinhon izlashlaring. Nodira ustoz Pirmatova ansambldamiz. 4 yil bo'ldi bizga shu o'rgatib, chiroyli maqomlarni, sir san'atlarni o'rgatib kelyaptilar. Ularga katta rahmat aytaman. Ikkinchi uyimiz bo'lib qolgan. Har kun kelib, ustozlardan o'rganib, hamma sharoitlar bor. Mana ko'rib turganingizdek, bu yil mana yangidan rekonstruksiya bo'lib, o'zgarishlar boshqacha bo'ldi to'g'risi. Talabalarimizni ichida Feruzbekni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bunaqangi o'quvchilarimiz juda ham ko'p, juda ko'p. Ayniqsa mendagi o'quvchilarim juda ham qiziquvchan, talabchan. Men juda xursand bo'laman bularni darsga kelib qiziqishlaridan, bizni qo'yarda qo'ymay so'rashlaridan, o'sha asarlarda tushunmagan yerlarni so'rashlaridan men juda ham xursand bo'laman.
Saman diyen kim, yolun diyek tiz, yürür yüz şu, kim gerdun, yar yavray. Ko'proq eshitinglar deymiz, ko'proq o'sha zapislar qilish kerak, ko'proq konkurslarda qatnashish kerak, ko'proq sahnalarda chiqish kerak. O'shandagina o'quvchi o'zi pishadi, ham o'zini yo'lini topib oladi. Endi Feruzbegimiz ham mana juda ham harakatda. Biz juda ham xursand bo'lamiz. Har doim men o'quvchilarimga aytaman, katta konsertlarda sizlar konsert qilinglar, biz birinchi qatorda o'tirib sizlarni ko'rib biz xursand bo'laylik, sizlarning muvaffaqiyatlaringizdan xursand bo'laylik deymiz. Albatta xursand bo'lamiz. Feruzbek Rajimovga taklif etamiz. Davraniging alaliyey, changak bo'lib qalaliyey. Davraniging alaliyey, changak bo'lib qalaliyey. Xalqlar do'stligi san'at saroyiga qani konsertlarni ko'rardim, ustozlarning konsertini. Men ham niyat qilardim. Qachon chiqib mana shu sahnaga chiqamiz ekan, qanaqa bo'lar ekan, bu yerning atmosferasi. Endi men uni kichkina paytim kelib ko'rmaganman, telefonda ko'rganman faqat. Telefonda konsertlar, shu odamlarning shu aurani o'zim ishtirok qilmagandan keyin kichkina paytim Toshkentga kelmagan, Xorazmda o'qib yurgan paytim deb orzu qilganman, lekin endi bu xudo xolasa debochasi hali solni konsert bermadim. Xalqlar do'stligida Xorazm navolari degan gala konsert bo'lib o'tdi. U yerda katta ustozlar qatnashdi. Men bir narsadan xursandman, bilasizmi? Shu ustozlar qatorida Allohim meni ham shu sahnaga ravo ko'rdi. Chiqdik. Men bundan bag'oyatda xursandman. Xudo xolasa niyatimiz bor. Endi u yerning atmosferasini sizga aytsam, meni tasavvurimdan ham bir boshqacharoq, lekin menga ko'p dars bo'ldi u yerga chiqqanim. O'zimga vobshe zo'r bir ko'nikma bo'ldi deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Ulanib yetar go'yo gece bilan gündüz bir. Ulanib yetar go'yo gece bilan gündüz bir. Men ko'p minnatdorchiligimni bitta insonga bildiraman va rahmatimni aytaman. Mana shu darajagacha olib kelgan. To'g'ri, dadam san'atkor tufayli men shunaqa o'z atmosferada o'sdim, boshqa bo'ldim. Lekin men muzikalniga dadam yetaklab olib borgandan keyin o'zi fortepianoda o'qiganman. Lekin shu yerda keyin bir ustoz meni uchratib, topib, "O'q, senda zo'r qobiliyat bor ekan, senda zo'r san'at bor ekan." U paytim men to'nni bilmayman, nimani bilmayman, rubobchalashdan uncha bilmayman, faqat fortepianoda o'qib yurardim. O'sha payt ustoz Sobirov Rustam ustozim Bobomurod Hamdamovni eng sevimli, eng ardoqli yonidagi shogirdlardan biri. Sobirov Rustam ustoz Xorazmda tanishadi. Shu ustozim meni olib, bunaqa bo'ladi, bu maqom bunaqa bo'ladi, bu bunaqa bo'ladi deb yosh bolaga o'rgatasiz-ku. Shunaqa meni qo'limdan tortib o'rgatgan inson shu bo'ladi. Keyin fortepianoda o'qigan ustozim, Xosiyat Kamilovna ustozimizga ham alohida rahmatli. Endi ustozni aytib o'tamiz desak ko'p. Hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Sochlari dengizni toparman. Olamda tengsizni toparman. O'zimni yo'qotsam yo'qotgum, bir kuni men seni toparman. Afishasini ko'rganda oyim ko'ziga yosh kelib, telefonda bolam xursandmiz deb dadam ham. Men aytdim ularga, "Dada, oyi" dedim. Bu gala konsert dedim. Xudo xolasa dedim, men solni konsert berganimda birinchi qatorda qo'yaman sizlarni deb va'da berdim. Xudo xolasa bu va'damni ustidan albatta chiqaman nasib qilsa.